Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Do'stlar, qaranglar, hozir Xorazmli onaxonimiz bilan Madina shahrida ko'rishib qoldik. Allohim ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Uydan chiqqandan beri kuzatib, podpiska bosib berdim. Rahmat. Do'stlar, qaranglar, Qashqadaryoliklar ko'rdim. Endi Xorazm necha kishi keldilar menga? 350 odam keldi. 350? Samolyotda var. Voy, mashalloh do'stlar, qaranglar, o'zbeklar ko'p ekan bu yerda. Mashalloh, xursand bo'ldim. Lekin ikkita viloyatni odamlarni ko'rdim, lekin hali o'zimni viloyatimdagi namanganliklar ko'rmadim. Inshaalloh ko'rishib qolamiz. Video qilib qo'yib turaman. Istoriyaga tinmasdan kim bilan ko'rishsam, qaysi o'zbeklar bilan ko'rishsam, videosini qo'yib turaman. Istoriyani kuzatib turinglar. Yaxshi joylar, vashchi. Zo'r. Etlarim boshqacha bo'lib ketyapti, ishonasizmi? Hamma gelish nasib etsin. Allohim baytida nasib qilsin. Endi bu yog'i Ka'batulloh Allohning uyi tarafga qarab yo'l olaman. Piyoda yurib bo'lmas ekan, chunki ihrom kiygandan keyin qo'l to'g'rimi yechilmaydi. Ketadi. Shu sababli endi 3-4 kun bu yerda ziyorat qilib Allohning baytiga yo'l olamiz. Kuzatinglar do'stlar, sizlarga nasib qilsin.